Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mahburo. Bugun sizlar bilan skin yasashni o'rganamiz. Birinchi o'rinda mana bu yerga kirib olamiz. Mana bu yerga kiramizda bu yerdan edit chapter deb bosamiz. Bu yerdan Stay'ni bosib turib, meydan tanlaymiz. Masalan, mana bu anaqalar kapshonchali kamzurlar. Hop. Yuklayamiz va kiyiladi. Keyin endi hozir oyoqlariga narsa kiydiramiz. O'tsaroq qaysi bir tushar ekan hozir ko'ramiz. Mana shu yaxshi tushdi. Xo'sh, endi esa yana orqaga qaytib adashib ketdim, kirib ketdi. Yana orqaga qaytib mana shu bottom deganga kiramiz. Kirib, mana bu yerdan bu qorani olamiz. Hop. Yo'q, bo'lmadi. Qora yaxshiroqmi? Kommentariyada yozinglar. Qorami yoki mana buni? Kommentda kutib qolaman. Menga ko'proq qora yoqdi, shuning uchun men qorani tanlayman. Sizlarga qaysi biri yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozishni unutmang. Xo'sh, endi yana orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib, qo'lga taqadiganni olamiz. Qo'lga taqadigan. Xo'sh. Mana bunisi. Xo'sh, qo'yilmayapti. Qo'yildi. Menga ko'proq mana yoqdi. Buni ham albatta kommentariyada kutaman. Qorasimi yoki mana tilla rangimi? Albatta kommentariyada yozishni esdan chiqarmanglar. Yuklayamiz. Body'ga kirib turib, body. Bu yerdan size hajmi. Kichkinaroq bu. Bu bo'yi uzunroq ekan. O'zi shunday qoldirganinglar yaxshi. Chunki o'zini holati juda ham zo'r. Xo'sh, menga shu yoqdi, bo'ldi. Men boshqa narsa tanlamadim. Sizlar yoqmagan bo'lsa, mendan tanlab narsalar qilishinglar mumkin. Endi chiqasizlar. Hop, mana bizning skinimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariya yozib, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.